Kunlardan birida payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam aytdilar, birodarlarimni ko'rishga mushtoq bo'ldim. Sahobalar aytishdi, axir biz sizni birodarlaringiz emasmizmi? Payg'ambarimiz aytdilar, yo'q, sizlar mening ashoblarimsiz. Mening birodarlarim zamoni oxirida keladi. Ularning oralarida dinni mahkam tutgan kishi xuddi cho'g'ni ushlagan kishi kabi bo'lib qoladi. Uning ajri 70 kishining ajri kabidir. Sahobalar ulardanmi, bizdanmi? Ya'ni ulardan bittasini ajri bizni 70 tamiz ajrimizda bo'ladimi yoki bizni ajrimizda ulardan 70 tasiga bilan teng bo'ladimi deganida payg'ambarimiz aytdilar, balki sizlardan 70 kishining ajri ularning bittasini ajri kabi bo'ladi dedilar. Bu qaysi zamon? Nima uchun deb sahobalar so'rashganida, chunki sizlar xayriyat ustida yordamchini topyapsizlar, men yoningizda turibmansizlar. Ular o'zlarining zamonida haq ustida yordamchini topmaydilar dedilar Rasululloh sollallohu alayhi vasallam.